Assalomu alaykum barchaga. Hozir mana ilmiy safar bilan Gollandiyaning Eindhoven shahriga kelganman. Eindhoven texnika universitetida bir hafta bo'laman. Demak, Gollandiya haqida qisqacha ma'lumot. Demak, 2024-yildagi yalpi milliy mahsulot, ya'ni gross domestic product 1 trillion 154 milliardga yetgan ekan. Aholisi 17 million. Gollandiya territoriya jihatdan juda katta emas. Bizlarni ba'zi bir viloyatlardan ham kichkina bo'lishi mumkin. Lekin mana ko'rib turibsiz, to'g'ri boshqaruv, mablag'ni to'g'ri sarflash qanaqa yuksak natijalarga olib kelishi mumkin. Qisqacha shaharni aylanib, ba'zi bir ko'zga ko'ringan joylarni videoga olaman. Demak, Eindhoven katta shahar emas. Philips kompaniyasi joylashgan, videolarim davomida bu haqda ham ko'rsatib, bosh ofisini ham videoga olaman. Demak, davom etamiz. Yevropada har bir shaharni ma'lum bir joylarida o'zini belgisi bo'ladi. Icon. Mana ko'rib turibsiz. Demak, bowling nimasi, bol uni urgandagi, to'qnashgandagi holatlarni mana arxitektorlar chiroyli tarzda tasvirlab berishgan. Mana shu Eindhoven shahrining belgisi hisoblanadi. Demak, bu yerda ham katta kompaniyalar bor. Shu kompaniyalar oldida ishchilar velosipedlarni qo'yishadi. Mana bu expat center deyiladi. Demak, kelganlar, migrantlar mana shu joyda ID olishadi. Demak, mana to'g'rida Eindhoven texnika universiteti. Shu tarafga o'tib videoni davom ettiramiz. Svetoforlarida ham Yevropada standart bor. Mana e'tibor berib eshitayotgan bo'lsangiz, ko'zi ojizlar uchun ham signal berib turadi. Bemalol ko'zi ojizlar ham yo'ldan o'tayotganini, svetofor chirog'i belgilangan vaqt tugatganligini bemalol eshitib his qilishlari mumkin. Mana bu demak sport markazi bo'lishi kerak. Universitet hududidan daryo o'tgan. Bu daryoda ham bu yashab qolish testlari, universitetda shunaqa aktivitelar ham bor ekan. Daraxtlarga arqonlarni bog'lab, mana shu nimalardan suzib o'tib, har xil testlarni bajarib yurishadi. Bu Eindhoven texnologiya universitetining demak asosiy binosi, bizni tilga aytganda rektorat binosi. Eindhoven texnologiya universiteti asosan injenerlar yetkazib beradi industriya uchun. Industriya bilan aloqa juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zini yillik budjeti 350 million dollar ekan. Yevro, kechirasiz. 100 million yevro yana tashqi industriya bilan hamkorlikdan kelar ekan. Juda ham boy universitetlardan biri. Amerikada kontrakt pullari ko'p. Hozir bularga strategiya qo'yilgan ekan. Demak, yaqin 5 yil orasida qabul qilinayotgan talabalarni sonini 2 baravarga oshirish. Yangi kampusda binolar qurilyapti. Yangilari qurilib topshirilgan. Demak, ish qattiq ketyapti. Nima uchun bunaqa katta maqsadlar
qo'yildi deb so'raganimda professordan mana asosan deyapti amerikaliklar uchun, chunki Amerikada o'qish Yevropadagidan 4-5 baravar qimmat turadi. Misol uchun yillik kontraktlar 30 mingdan 50 ming, 100 ming dollargacha ham boradi. Bu yoqda o'zlari uchun kontrakt ko'p qimmat emas. Bir internetni qaraganimda 2,5 ming, 3,5 ming, 4 ming yevro atrofida yevropaliklar uchun. Lekin Yevropadan tashqaridan kelib o'qiydiganlar uchun 10 ming, 15 ming, 20 ming yevro shu atrofiga aylanar ekan. Albatta bu Amerikani kontrakti bilan hisoblaganda nisbatan past baho. Demak, universitet territoriyasida kichkina hovuz bor. Bu hovuzni suvni sirkulyatsiya qilib, kunlar isib ketganda binolarni demak sovutish uchun ishlatar ekan. Mana bu binosi eski binolardan bittasi. Demak, o'ng tarafda kimyo fakulteti joylashgan ekan. Gollandiyada ham yomg'irli kunlar juda ko'p bo'ladi. Yomg'ir yog'ganda ham ba'zida mashinalar ham to'xtab qoladigan darajada kuchli yomg'irlar yog'adi. O'shaning uchun biror bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, bitta katta maydon tashkil qilib qo'ygan ekan. Yomg'ir ko'p bo'lgani uchun biror bir tadbir belgilaganda, yomg'ir yog'ayotganda ham bemalol tadbirni o'tkazaverish uchun bunaqa katta demak universitet tomonidan joy tashkil qilib atroflari o'rab qo'yilgan. Bemalol tadbirlarni o'tkazaverish mumkin. Demak, universitet kampusi mana Eindhovenga endi bahor kelyapti, sekin daraxtlar uyg'onyapti. Demak, velosipedlar ko'p, e'tibor bermay qolibman. O'ng tarafdagi binoda avval kelganimizda o'tirganmiz. Demak, TPS amaliy fizika fakulteti, Theory and Theory of Soft Matter and Polymers. Demak, mana shu binoda o'qiganmiz. Hozir boshqa fakultetga berilib adashmasam. Butun gruppa mana bu binoga ko'chgan. Open office stilida dizaynlangan ekan. Yana bir yaxshi tarafi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, binodan binoga o'tishga yopiq yo'laklar qilib qo'yilgan. Universitetdan tashqariga chiqmasdan binodan binoga bemalol o'tib yurishingiz mumkin. Demak, Eindhoven universitetining Applied Physics departamenti, demak, amaliy fizika fakulteti Open office stildan foydalanishga o'tishibdi bular. Bu yoqda kofe mashina turadi, ishchilar uchun nimasini key card bor ekan. O'sha key card ham eshikni ochadi, ham bu kofe mashinada ishlatsa bo'lar ekan. Ishchilar uchun tekin, qolganlar uchun pulli. Albatta to'lov qilinadi. Kofeni olib, bu yoqda mana diskussiya qilishadi. Bu yoqda student talabalar o'tirishib ishlab